shu yosh kitobxon tanlovining tuman bosqichi bo'lib o'tdi. Men bu tanlovda o'tgan yil ham qatnashgandim. Bu yil ikkinchi bor qatnashishim. O'tgan yili 10-14 toifa, bu yil katta toifa, ya'ni 15-19 toifasida. Hali natijalar chiqmadi. Natijalar chiqishini kutib turman. Ta'sirlar juda katta. Hali bilmagan narsalarim juda ham ko'p ekan. Endi shularni tushunib yetyapman. Yoshlarning hayotida ko'p kitob o'qigan, ko'p narsani tushunib boraverar ekan. Fikrlash doirasi kengayadi. Oq-qorani tanish juda ham kuchli rivojlanadi. Albatta, o'tgan yilga qaraganda bu yil 180 gradus desam ham bo'ladi. Alohida prezidentimizga ham rahmat aytib qolaman. Kelajakda niyatim shu yosh kitobxon tanlovining respublika bosqichida birinchi o'rinni olib, avtomobilni ota-onamga sovg'a qilish. Tanlov juda ham haqqoniy, shaffof, zo'r tarzda o'tdi. Menga tanlov yoqdi. Hayajon bo'ldimi? Ha, hayajon albatta bo'ladi. Qanday ekan kitoblarni o'zi? Kitoblardan savollar yaxshi tuzilgan, murakkab. Qo'ldan kelgancha topishga harakat qildik. Endi hozir javoblarni kutyapmiz. Kelgusidagi niyatlarimiz qanaqa? Respublika bosqichi albatta. To'xtamaymiz-a? To'xtash yo'q. Bu yil bo'lmasa yana yil, bu yil Xudo xohlasa. Juda ko'p marralarga erishish, albatta elektromobil olish. Omad. Rahmat. Qanday bo'ldi? Bo'ladi, juda qiziqarli tarzda bo'ldi. Ham murakkab ham bo'ldi. Hayajon bormi? Ancha bo'ldi hayajon. Qaysi mahalladan qatnashding? Mirzadala mahallasidan. Nechta kitob o'qigansan? Shu ro'yxatdagi hamma kitoblarni o'qib chiqamiz. Qanday bo'ldi tayyorgarlik jarayonlari? Bo'ladi, boricha harakat qildik. Yutuqni mashina yetib kelishga intilish kuchli bo'ldi. Yordam berdi tayyorgarlik ko'rishingdan. Shu ustozlarimiz, ota-onam qo'llab-quvvatlab turishdi. Hamma qarindoshlarimiz ishonch bildirishdi. Kelgusida rejalarimiz qanaqa? Shu Xudo xohlasa bu yil mashinani yetib kelsam, keyingi yil o'z kasbim bo'yicha mashg'ulotlar olib borish, ishlash o'zim ustimda. Nechinchi marta qatnashding? Bu yil birinchi marta. Taassurotlar qanaqa bo'ldi? Taassurotlarim ozgina qo'rquv bo'ldi. Birinchi o'rinda olarmikanman degan shuncha o'y bo'ldi. Qatnashsa bo'larmikan? Yoshlarga tavsiya qilasanmi? Albatta tavsiya qilaman. Hech qaysi bir musobaqaga bunchalik katta sovg'a qo'yilmagan bo'lsa kerak. Shuncha kitobni o'qib, mashina yutish bu eng katta sovg'adan biri bo'lsa kerak. Chekinmaymiz-a? Yo'q, chekinmaymiz. Har yili qayta. Xudo xohlasa. Omad. O'zgarishlar juda katta. Hozir musobaqa 14 toifa, 15-9, 20-30 toifa tugadi. Hozir musobaqa javoblari chiqqandan keyin harakat qilamiz. O'zimdan juda katta taassurot qoldirdi. Bu musobaqa tanloviga qatnashishim birinchi marta va bunda ko'rishimiz mumkin. Taassurotlarim juda katta. Yana u yerdagi ishtirokchilar, ya'ni hakamlar haqqoniy baholaydi degan umiddaman. Yana bu yerda qiyin asar, ya'ni oson asar tushib qolsa ham o'zimiz qiyinchiliklarga qaramay javob berdik va savol-javoblar ham o'zgacha bo'ldi. Ya'ni to'laqonli javob berdik deb umid qilaman. Bu yosh kitobxon qatnashishimda maqsad, ya'ni respublika bosqichiga chiqib, BYD avtomobilini uyimga olib kelish maqsadim. Agar bu safar yutolmasam, keyingi yillar albatta harakat qilib ko'raman. Sizga ham bu yosh kitobxon tanlovida qatnashishingizga tavsiya beraman. Qo'rquv, hayajon bo'lmadimi? Yo'q, uncha emas. Bu kitoblarni qancha vaqt mobaynida o'qib tugatdingiz? Mayda ro'yxat chiqqan bo'lsa, maydan beri o'qib, yaxshilab tayyorlanib, qo'llamalarni, ya'ni o'zimiz respublika bosqichiga chiqib kelgan Adanov Davron ustozimiz bilan tayyorlandik va bizga juda ham katta yordam berdi. Yana davom etamizmi? Ha, davom etamiz, albatta. Xudo xohlasa. Tengdoshlaringizga tavsiya qilgan bo'lardingiz? Albatta, chunki o'zim tengdoshlarim, ya'ni sinfdoshlarim bilan hozir raqobatlashib chiqyapman. Ya'ni kim yutishdan maqsadi, agar yutqazsam ham men xafa bo'lmayman. Ya'ni o'zimiz nomimizdan, ya'ni sinfdoshlarim chiqyapti. Taassurotlarimni bu yerda ko'rishimiz mumkinki, yaxshi o'tdi, ammo lekin qo'rquv, hayajon bo'lganini ko'rishimiz mumkin. Raqiblarimiz ham kuchli bo'ldi. Lekin o'sha qo'rquv degan gap, oldinga harakat qildik, yutishga intildik. Endi hozir natijalar chiqishini kutyapmiz.
Nechta kitob o'qiding? Shu to'plamdagi shu qo'llanmadagi hamma kitoblarni o'qidim. Undan tashqari ham o'zimga yoqqan kitoblarni ham, o'zim qiziqqan kitoblarni ham o'qib tugatdim. Qiynalmadingmi kitob o'qish jarayonida? Yo'q, qiynalishlar bo'ldi, ammo lekin oldinga intilib, shu musobaqaga qatnashish uchun shu kitoblarni o'qishga intildim va o'zim xohlaganlarni ham o'qidim, o'zimga yoqqanlarni ham shu 60-70 tadan oshib qoldi o'qigan kitoblarim. Tengdoshlarimizga tavsiya qilamizmi? Bu tengdoshlarimga tavsiya qilaman. Bu juda ham yaxshi tanlov ekan. O'zimni xuddi bir ongim o'sganday, oq-qorani taniganday his qildim. Yana davom etamizmi? Yana davom ettiramiz. Qachonki respublikaga chiqib mashina yutmagunimizcha oldinga intilaveramiz va undan tashqari qolgan to'garaklarga ham o'zimning kasbim bo'yicha intilaman undan keyin. Qanaqa to'garaklarga qatnashasan? Masalan, sport bo'yicha, futbol, voleybol, basketbol kabi larga qatnashaman. Informatikaga ham qiziqaman. Informatika to'garaklariga ham borishni xohlayman va chet tillarni ham o'rganaman. Shu. Assalomu alaykum. Bugun yosh kitobxon musobaqasi tuman bosqichi bo'lyapti. Bunda 3 ta yosh toifa bellashdi. 10-14, 15-19, 20-30 toifalar alohida. 20-30 yosh toifada qatnashdim. To'g'risi 2018-yildan beri qatnashib kelaman. Bu musobaqa juda qiziq bo'lyapti. Birinchi sharti, demak, badiiy asarni sharhlash shartida yaxshigina sharhlab berdik. Anoyining Jaydari olmas asari tushdi. Ikkinchisi endi savol-javob sharti bo'ldi. Savol-javobda qo'ldan kelgancha harakat qildik. Endi bu yog'i natija qanday bo'ladi, buni bilmaymiz. Hozir hammamiz qiziqib shuni kutyapmiz. Hayajon bo'ldimi? Hayajon to'g'risi bu yil ozgina bo'ldi, chunki tayyorgarligim bu yil kamroq edi. Shuning uchun natijam qanday bo'lar ekan, qanday darajada javob bera olaman ekan deb ozgina qiziqdim, hayajonlandim ozgina. Tanlov qanday o'tdi? Shaffofmi? Tanlov shaffof o'tdi, haqqoniy o'tdi. Haqiqatan muhrlangan konvertlarda keldi. Savol-javoblar, sharhlar hammasi haqqoniy bo'ldi va bugun ham haqqoniy kim yaxshi tayyorlangan bo'lsa, shular g'olib bo'ladi deb o'ylaymiz. Hammaga omad. Hammaga omad tilaymiz.